Shekspir aytadi, bu dunyo katta sahna, biz unda aktyorlarmiz deydi. Biz hammamiz aktyorlarmiz. Agar kimda kim men aktyor emasman desa, bilingki u aktrisa. Mana bizlar artist deydi, artistsan desang deydi, artistsan. Bu nima ming qilsang ham artistsan desa, artistsan deydi. Artistlik qilma deydi. Artist deydi. Hayotda bizdan zo'r artistlar bor. Ishonasizlarmi? Bizdan zo'r artistlar bor. Moshinani bir joyga qo'yibman. U yerda stanka yo'q. Lekin soqov bolalar turib oladi, bilasizlar? Stanka yo'q joyga ham. Nima qilyapti? Nima qiladi? Shuni qo'ydimda. Desam qarab tur dedim-da, bo'pti dedi. Qaytib chiqdim, shuni mashinaga o'tirdim-da, 2000 so'm pul bersam 2000 kam 3000 bering deyapti. Aytdim, 3000 emas, 2000 yetadi, qancha boradi? Men ketasan. To'xtang aka, 3000 bo'ladi, haqi to'y. Gapirar ekan u. Men sen gapirasanmi dedim. Sen kam pul berganingizda gapiraman aka deydi. Bozorda bittasi o'tiribdi, tilonchi ikkita oyog'i yo'q ekan tizzasidan. Arabachaga o'tirib olgan, nogiron aravachasiga. Tilonchilik qilib o'tiribdi, tavba qilib, astag'firulloh. Bitta milisa keldida boyagini dubinka bilan soldi-da. Butun bozordagilar dod-devordi. Ayollar ayniqsa, "O qanaqa odamsan? Kim senga forma bergan? Uyalmaysanmi shunga qo'l ko'tarishga? Shu nogironga kuching yetdimi?" deydi. Ana milisa ham yomon ekan. Ikkinchi marta yana dubinka bilan qars etib urdi. Boyagi o'rnidan sakrab turib, qoch deb qaradi. Qadaringalar ikkala oyog'i ham bor ekan. Ana artist. Biz unaqa artistlik qila olmaymiz. Bolalarni maktabga olib ketyapman, bir lo'li turibdi svetoforda, homilador. To'xtadimda bir 7 oylik bor endi, 7 oylik bor men. Mana 4 ta farzandli bo'ldim, bilib qoldim o'sha bilan. Razmeriga qarab. To'xtadimda 5000 pul berdimda, "Salomon yengillab oling" dedim. Desam, "Rahmat. Ilohim. Ana shu bachamga berganingiz Xudodan qaytsa" duo qildi. 2 yil bo'ldi. Ko'pchilik tushundi o'zi. 2 yil bo'ldi. O'sha lo'li hali ham tuqqan yo'q. Onaxonga aytsam, tuyaga o'sha yegan bo'lsa kerak deydi. Tuyani butu yegan bo'lganda ham tug'ardi, qo'ychi. Qarang, hayotda shunaqa gap ko'sti insonlar bor. Farg'ona tomonlarga mana bahorda borib qoling. Namangan, Farg'ona, Andijon, gullar shahri Namangan, Farg'onada mana ko'chaga gul ekadi, ko'chaga. Ko'chaga asfaltni kavlab gul ekyapti. Tekkiz asfaltni o'yib gul ekyapti. Asfaltga gul ekyapsiz, hokimiyatdan topshiriq bo'ldi-da, hokimiyatdan. Voy sariq kamzullarni kiyib olishadi, obodonchilikda ishlashadi-yu, tinmaydi. Yozda ham, qishda ham. Shuning uchun ham Farg'onaning yo'llari qanaqa toza, pokiza, vodiyni. Ko'zingiz quvnaydi-da, bir kun to'xtadimda, ataylab rahmat aytmoqchi bo'ldim. Hormanglar, desam, duv etib o'rab oldilar. Obodonchilik ishlaydiganlar. Sariq kamzul kiyib olganlar. Men aytdim, rahmat sizlarga dedim. Mana shu ko'chalarni ozoda qilayotganlar uchun, shaharda chiroyli obod qilayotganlar uchun ming rahmat sizlarga. Sizlarga haykal qo'yish kerak dedim. Desa bittasi askachiga, "Amazoxon bizga haykal kerak emas" deydi. "Qo'ying" deydi. Nimaga desam, "U chang bo'lsa, uni ham o'zimiz tozalaymizmi?" G'alati o'zingni haykalingni o'zing artib yursa deydi. Voy, qabristonni obod qilgan ham savob ekan. Bir hoji aka to'ylariga bordik. U hoji aka saxiy odam ekanlar-da endi. O'zini yonidan 3 ta mahallada qabristonni obod qilib chiroyli qilib qo'yibdi-da endi. Qabriston chiroyli bo'lib turgani yaxshi baribir. To'g'rimi? Ba'zi qabristonlar ochiq turadi atrofi. Bir joyda bor ekan shunaqa ochiq turar ekan, bir otaxon mol boqib yurar ekan shu yerda. Rais kelibdi-da, otaxonlarni yig'ib, "Men debdi, ishini olib bersam, hurmatli otaxonlar" debdi. Mahallani yig'sanglar, shu hashar yo'li bilan shu qabriston atrofini chiroyli qilib o'rab qo'ysak, nima deysizlar desa, otaxonga yoqmabdi-da bu gap. Rais bu debdi, "Ha" desa, "Men mana shu qishloqda 75 yildan beri yashayman, hali bu yerdan bironta o'lik chiqib ketganini ko'rganim yo'qdirmish." Bu hoji aka endi chiroyli qilib qo'yibdilar, devorlar urib, ichlarini obod gul qilib qo'yibdilar. Bu otaxon to'lqinlanib gapiryapti bir otaxonimiz. "Rahmat mana shu hojiga, avajoy. Mana shu hojini mikrofonga chiqqanda bir rahmat aytib qo'yasiz bizning nomimizdan." Nimaga desam, "Yo'q, qabristonni shunaqa chiroyli qilib qo'ydi voy. U qabristonni shunaqa chiroyli,
borsangiz o'lgilaring keladi ya, o'lgilaring keladi. Qarang, xalqimiz o'zi askiyachi, xalqimiz o'zi qiziqchi.